Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida ayni daqiqalardan boshlab so'z yoshlarga ko'rsatuvimiz jonli efir orqali Jizzax radio kanali hamda Jizzax viloyat televideniyasi orqali siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. So'z yoshlarga tok shousi orqali bugun ham yoshlar uchun, yurtdoshlarimiz uchun dolzarb bo'lgan mavzuni muhokama qilishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz ayniqsa yoshlar uchun, jamiyat uchun bir dolzarb mavzu deyishimiz mumkin. Ustoz va shogird, o'qituvchi va murabbiy munosabatlari bugun qay ko'rinishda? Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda turli xil videolar ko'ryapmiz, turli xil munosabatlarga guvoh bo'lyapmiz. Ayni paytda studiyamizda oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi yoshlar va dars berayotgan yosh kadrlar mavjud. Ular ham aynan ustoz shogird, ustoz va o'quvchi munosabatlariga guvoh va ulardan hozir mana shu mavzuda fikr mulohazalarini bilishga harakat qilamiz. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali xorijlar kafedrasi o'qituvchisi Marif Jalolxon. Bugungi bahs munozaraga juda ham yaxshi mavzu tanlangan deb o'ylayman, chunki oxirgi payt o'zi umuman bu mavzu doim aktualligini yo'qotmagan, lekin oxirgi paytlarda yana ham o'zini cho'qqisiga chiqib kelyapti, chunki biz juda ham ko'p guvoh bo'lyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda yokida o'zimizni jonli hayotimizda ko'rishimiz mumkin. O'qituvchi va o'quvchi yokida ustoz va murabbiy va uni shogird orasidagi muammo yokida masalalar. Endi bu masalani faqat o'qituvchi, o'quvchi umuman ikki tomonlama yechim qilish ozgina qiyinroq, chunki bu masalaga bir yetarlicha kengroq yondashish kerak deb o'ylayman. Masalan, yo'inki diniy nuqtai nazardan yokida dunyoviy, tarixiy har qanday nuqtai nazardan qaraganda ham bu masalaning yechimi juda ham dolzarb. Mana ikki tomonlama hal qilish qiyin deyapsiz-da, o'zi bu munosabatda nechta tomonni ko'rasiz? Ota-ona ham aralashadimi yoki jamiyat ham aralashadimi? Ikki tomonlama munosabat deb o'ylamaysizmi? Endi ikki tomonlama munosabat, lekin bu masalaning yechimi menimcha ikki tomonlama emas-da, chunki aynan bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchi, lekin yana ham kengroq olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda rahbariyat ham bor, ota-ona ham bor, jamiyat, faollar, umuman olganda juda ko'p tomonlar bor qatnashadi bu. Mana bevosita o'zlari ham pedagogda, sizning demak shogirdingiz bilan yoki o'qitayotgan talabalaringiz bilan munosabatingizga bevosita talabaning ota-onasi, rahbariyat, jamiyat aralashadi demak. Albatta, o'zim pedagogik sohaga kirib kelganim ko'p bo'lmadi. 5 yil bo'ldi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, o'zim ham yaqingacha talaba bo'lganman. Ustozlar bilan munosabatga kirishganmiz. Hozir o'qituvchi sifatida olib qaraydigan bo'lsak, aytganingizda faqat talabani o'zi emas, talabani ota-onasi, uni murabbiy, ya'ni guruh rahbari, qolaversa o'zimiz rahbariyat har tomonlama kerak bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlaydi, kamchiligimiz bo'lsa yo'lroq ko'rsatadi, ya'ni muammo yuzaga kelmasligi uchun yokida muammo yuzaga kelsa o'shani ijobiy hal qilish uchun. Siz o'zingizni talabalik, o'quvchilik davringiz va hozir mana endi ustozlik davringiz bir-biri bilan qiyoslab bera olasizmi? Aynan qaysi paytda o'qituvchiga bo'lgan hurmat balandroq edi? Agar o'zimdan qiyos keltiradigan bo'lsak, masalan, o'zim yaqingacha maktab yoki universitet yoki oliygohda o'qiganmiz, tahsil olganmiz. Agar rostini aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda o'qituvchiga munosabat unchalik yetarlicha darajada yaxshi berilmayapti deb o'ylayman, chunki biz yoshligimizda shu narsa bizga singdirilgan, ustoz otangdek ulug'. Ya'ni biz ustozni ko'rdikmi, ko'chada qo'rqib aylanib bu ko'chadan o'tishga harakat qilardik-da. Endi bu qo'rquvdan emas, ustozni hurmat qilishdan. Bu degani hozirgi kunda ustozlarni hurmat qilish umuman yo'q demoqchi emasman, lekin oldingi darajadek emas deb o'ylayman. Hozir yoshlarimizga shuni navbatni beraylik-da, mikrofon bor. Xo'p, siz mana ustoz sifatida qabul qilish qay darajada bo'lyapti? Umuman maktab o'qituvchilarini, o'quvchi sifatida, oliy ta'limda, universitetda yoki o'rta maxsusda, masalan, hozir o'zingiz haqingizda ma'lumot berib boshlaylik, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitetining Jizzax filialida xorij tillar filologiya fakultetida 1-kurs talabasiman. Ismim, familiyam O'razaliyeva Munira. Bu o'ta dolzarb mavzu, chunki bu birdaniga shakllanib qolgan narsa emas-da. Unga yillar ketgan va asosiysi jamiyat shuni shakllantirgan. Demak, fikringizcha jamiyat shakllantirgan bu munosabatni. Chunki misol uchun hozir biz chet eldan, ya'ni
telefon hammamiz qo'limizda telefon bor. Chet eldagi ya'ni ta'lim tizimidan ko'rib yoki asosan chet eldan kelgan kinolarda umuman boshqacha bo'ladi. boshqacha vaziyatda unda misol uchun balkim Endi talaba nuqtai nazaridan qaraganda ham ba'zan adolatsizlik yoki bo'lmasa mana shu talab qilayotgan talablariga mos emasdek ko'rinishi ham mumkin-da. Hech sizda shunday holat bo'lganmi? Mana ustozlaringiz yoki bo'lmasam turli fandan o'qituvchilar kiradi-da va shu paytda mana baho olish, sessiya jarayonlari bo'ladi. Endi talabaning ham o'ziga yarasha bir me'yorlari yoki bo'lmasam talablari bo'ladi-da. Etika, estetika. O'zingiz misolingizda bugun o'qituvchilarni qanday qabul qilyapsiz? Ular haqiqatan ham o'z nomlariga munosib mana sizga dars bera olishyaptimi? O'sha universitet misolida yoki maktab misolida oladigan bo'lsak, maktabni yaqinda bitiribsiz mana. Universitetda o'qituvchilar bilan kelishishimiz, misol uchun men o'zimni misolimni aytadigan bo'lsam, yaxshi kelishaman, chunki menda uyda kichkina paytimdan yoki shu boshlang'ich maktabda o'qib yurgan paytimiz bizga o'qitilishganda, ya'ni hurmat qildirish kerakligi, ya'ni o'qituvchi otangdek ulug' degan narsa bizga yoshligimizdan singdirilgan va endi baribir kattalarga hurmat bu ko'chada ham bo'ladi, qo'shnilar bilan, ota-ona bilan bo'ladi. Baribir bu yerda demokratik munosabatlar ham bor-da. Endi siz masalan pul to'lab o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin, shartnoma asosida bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha davlat granti asosida astoydil harakat qilib kirgansiz deylik oliy ta'lim muassasasiga. Shunga yarasha bilim ham talab qilishingiz kerak. Ba'zan keraklicha bilim olmaganingizdan keyin birozgina yetarlicha hurmat ham ko'rsatmasligingiz mumkin-da. Shunday holat bo'lganmi? Bunaqasi bo'lmagan. Ya'ni biz o'qituvchilar bilim baribir bizdan yuqori va unaqa teng kelib qolgan ba'zi vaziyatlar bo'ladi. Endi bu payti o'qituvchiga hurmat ko'rsatish kerak-da, chunki ertaga o'zimiz ham pedagogika sohasidamiz, ertaga o'zimiz o'qituvchi bo'lganimizda bizdan talabalarimiz shunaqa qilib tursa bo'lmaydi. Shuning uchun javob bo'ldi. Rahmat. Kutganimdan a'lo javob bo'ldi. Marhamat, bu qizimizdan ham so'raylik. Xo'p, dugonalarining fikrlariga qay darajada qo'shadilar yoki qarshi? Mani ism familiyam Abdujabbor Nozima. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston davlat jahon milliy universiteti Jizzax filialining birinchi bosqich talabasi bo'laman. To'g'risini aytsam, ustoz va shogird munosabatiga bo'lgan fikrim boshqacha, chunki o'zimning onam ustozlar va ba'zida o'ylab qolaman, ya'ni ular gohida ishdan charchab kelishadi, gohida ya'ni ba'zi o'quvchilar bilan bo'lgan munosabatga nazarim tushib qoladi-da. Ya'ni hozir ba'zi bir yoshlar avvalgiga nisbatan juda o'sha ta'lim tizimiga o'qishga yengil qarashadi. Ya'ni hammasi ham emas, ba'zilari bor. Ya'ni o'zlarini oldilariga maqsadlarini, aniq bir chegarani qo'yishganda shunga intilishadi. Ba'zilari bor, juda ham chegaradan chiqib ketishadi yoki bo'lmasam ustozlariga xuddi o'rtoqlaridek, dugonalaridek munosabatda bo'lishadi va qarabsizki, natijada bunda o'rtadagi hurmat, ya'ni ustoz va shogird o'rtasidagi ya'ni devor qaysi ma'noda unga bo'lgan ishonch, hurmat buziladi. Natijada ya'ni ularning orasida daraja pasayganligi sababli ularga bo'lgan bir-biriga bo'lgan munosabat susayadi. Shuning uchun ba'zida ustozlarimiz bizga mavzudan tashqari odob axloq, ya'ni tarbiya mavzusiga ham ortiqcha vaqtini ketkazishadi va o'ylaymanki, mana shunaqa axloq, odob axloq darslarini biz albatta universitetdan olamiz, lekin yetarlicha, ya'ni oliygoh talabasi bo'lganimizdan keyin bu narsalar bizga yoshligimizdan o'rgatilgan. Ya'ni biz universitetga borganimizda axloqdan ko'ra ko'proq ta'limga qiziqamiz, lekin vaholanki ba'zi bir o'quvchilar sababli ortiqcha vaqtimiz ketadi, lekin bunga aslida ustozlarimiz ham qarshi, chunki ular ham xohlashadi vaqtdan unumli foydalanishni, ya'ni bunday narsalarga vaqt sarflamaslikni. Lekin ba'zida shunday vaziyatlar bo'ladiki, bu mavzuni universitet, ya'ni auditoriyada ochishga majbur bo'lamiz. Dars bir chetda qolib. Dars bir chetda qoladi, lekin o'sha paytida agar o'quvchi buni to'g'ri tushunib yetsa, bundan yaxshi xulosa chiqarsa, keyingi safar buni qayta takrorlamaydi. Lekin agar bunga ya'ni mensimasdan ko'r-ko'rona qarasa,
bu mavzu yanada kattalashadi va keyingi safarga ham cho'zilishi mumkin. Boyagi 3-toifa domla aytdilar-ku, 3-toifa aralashadi, ota-ona deb. Aslida haqiqatan ham hamma bilim olish istagida keladi. Hech kim bezorlik istagida kelmasa kerak yoki bo'sh vaqtda o'tkazish. Aynan Fozilbek, mana shunday tarbiyaviy soatlar barcha ta'limning barcha bosqichlarida bo'ladi. Haqiqatan ham menimcha o'sha bog'chadan tortib yoki bo'lmasam maktabda o'rta maxsus dars ta'lim muassasalarida o'qituvchilar bisyor, o'qituvchining ham asablari metindan emas, majbur emas, majburligidan yoki havasdan bu ishni amalga oshirmaydi. O'qituvchilardan ham mulohaza olaylik hozir. Bu jarayonda endi o'qituvchilar qanday vajlarni ko'rsatadi? Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Jasur. O'zbekiston Milliy universitetida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Xo'p, oldin fikr bildirishdan oldin bitta savolim bor-da sizlarga. Farzandlaringiz bormi? Bor. Farzandlaringiz bo'lsa, agar bog'chadan yoki maktabdan kimdirdan tarsaki yeb kelsa yoki dakka eshitib uyga yig'lab kelsa, qanaqa fikr bildirasizlar? O'zim boshlab beray. Ochig'i ushbu jarayonda aybni birinchi albatta o'zimdan izlayman. Chunki bilasizmi, aynan o'sha aytib o'tgan munosabat jarayonida xonadon avvalo hurmat jarayonida birinchi o'rindagi vazifani o'tab beradi, bosqich bo'lib beradi. Xonadonda hurmat o'rgatilsa, u tashqi muhitda ham o'sha jarayon davom etaveradi. Keling Fozilbek, endi jurnalistik emas, bir fuqarodek javob beramiz. Albatta, birinchi navbatda endi ona mehri bo'ladi. Farzandini ko'zda yosh bilan turgan bo'lsa, hamma ham emotsiyalarga beriladi. Ota tomonidan, ona tomonidan mana javoblarni oldingiz. Javoblar qoniqarlimi? Qoniqarli. Xo'p, masalan, oddiy maktabda deylik, biz o'sha yosh bo'lib o'qigan paytimizda o'qituvchilar kerak bo'lsa urishish, dakkalar berib turardi. Uyga yig'lab borganimizda ham o'sha onamiz ham, otamiz ham o'zing nima ish qilding deb savol berardi hozir o'sha paytlarda. Hatto hozir o'ylab qarasam, yaqinda shu farzandim yig'lab kelganda nimaga o'qituvching uradi degan fikr meni birinchi o'sha hayolimga kelgan narsa bo'ldi. Qarang, shunchalik darajada biz mentalitetimiz yoki dunyoqarashimiz o'zgardimi yo yillar nimadir ta'sir qildimi, men hayron qolaman. Keyin shoshma dedim, o'zing ham o'qituvchisan Jasur. Oldin bir sababini bilaylik qani deb turan, asta o'g'limni chaqirib so'rab, keyin sekin surishtirib, boshqa qilib o'sha oxirgi nimasiga yetdik. Lekin baribir biz avvalgidek nima deydi, ota-onalardek emasmiz-da, baribir dunyoqarashimiz ham ozgina boshqachamiz shekilli. Hozir bu yerda hamma o'quvchilarimiz masalan tarbiyali o'quvchilar kelgandan keyin hech qanaqa negativ fikr bildirishmayapti. Aslida muammo bu yerda muammoni bu yerga ko'ndalab qo'yishmayapti hech kim. Hozir faqat o'qituvchilar tomonidan bo'lishyapti. Lekin yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, faqatgina deylik muammo bitta talabada emas yoki o'qituvchida emas. Ancha buncha muammolarimiz yig'ilib qolgan. Bo'lmasa bu darajada biz internetda bunaqa shovqinlarni eshitmasdik, bunaqa holatlarda hatto o'zimizni yon atrofimizda ham bo'lib turadi-da. Endi internetni bir chetga qo'yaylik. Mana siz oliy ta'lim muassasasida tahsil berasiz. Biz ham yaqindagina talaba bo'lganmiz. Shu jarayonda bir dars jarayoni yodimga tushdi. Juda ham yaxshi o'qituvchimiz bo'lar edi. Adabiyotdan dars beradigan, juda ham ilmiy ishlar qilgan, hamma hurmat qiladigan, juda ham qo'rqadi deydi-ku, sessiyalarda baho qo'ymaydigan. Bir kuni shunday tortishuv bo'ldi. Bir talaba yigit tortishib qoldida jim bo'la qolmadi. Shunchalik qizarib ketdik. O'qituvchimiz oxiri gap ham ayta olmay yig'lab yubordi-da, ayol kishi. Yig'lab yubordi. Yigit kishini shunchalik jim bo'lmaganidan. O'qituvchi ham qaysidir ma'noda inson demoqchiman-da, emotsiyalarini jilovlay olmaydi, so'z topa olmay qoladi. Shunchalik behurmatlik qilingan holatda mana shunday ojiz qolishi ham mumkin. Bu holatga siz qanday qaraysiz? Bu asosan bu yerda uydagi tarbiyani o'rni ko'rsatiladi deb o'ylayman. Chunki baribir o'quvchi o'sha 18 yoshdan keyin talaba bo'ladi-da. 18 yil olgan, uyda olgan yoki o'sha atroflarida o'rtoqlardan olgan tarbiyani bu yerga kelib o'sha universitetga kirgandan keyin ko'rsatadi baribir uyda. Chunki avvalgida umumiy nazorat bo'lmaydi, baribir ota-onadan uzoqda bu ko'pchilik bo'ladi. Lekin
bizda universitetda unaqa lekin talabalar juda kam baribir universitetda o'zining mavqeiga ham bog'liq, undan tashqari yana bitta narsaga bog'liq, bilimli o'quvchidan qanaqadir bir yomon bir fikrlar yoki qo'pol munosabatlar juda kamdan kam bo'ladi. Chunki bilimli kishi baribir o'zini shaxsiy fikrini bildirayotganda ham o'qituvchiga nisbatan 7 o'lchab bir kesib fikrlarini bildirishadi-da. Hatto e'tibor qilsangiz, bilimli o'qituvchida ham xuddi shunday. Ya'ni o'ziga ishongan bilimli o'qituvchilar talaba bilan tortishib, reaksiya bildirib, ular har bir gapiga o'zlarini holatini yo'qotib qo'yishmaydi. O'zini saviyasi bilan yetarlicha javob berib qo'ysa, talaba ham undan ortiqcha gapirishni nima qila olmaydi shekilli. Endi demak, bir chiziq bo'lishi kerak. O'sha chiziqdan ikki tomon ham o'tib ketmasligi kerak deb o'ylaysiz. Opamizdan ham eshitaylik, balki o'zlarida shunaqa holat bo'lgandir yoki kuzatgandirlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun juda ham ajoyib, dolzarb, aktual mavzuni olib chiqibsizlar. Juda ham munozarabop, keng bahslarga sabab bo'ladigan mavzu. Men o'zim Haydarova shoira o'sha Jizzax davlat pedagogika universitetida tayanch doktorant, ayni paytda ham o'zim ham shogird, talaba vazifasida ham Jizzax davlat Jizzax filialida, Milliy universitet Jizzax filialida o'qituvchi sifatida faoliyat olib boraman. Bir vaqt mobaynida ikki xil maqomda, ham talaba, ham o'qituvchi. Bu ustozimiz fikrlariga qo'shilaman, albatta buni o'sha tub mohiyati, bu masalani tub negizi oilaga borib taqaladi. Oilada ota-onasini hurmat qilgan, ota-onasini gapini ikki qilmaydigan farzandlar, nima desam ekan, universitetga kelganda ham o'qituvchiga nisbatan hurmat bilan qaraydi va ortiqcha bahsga sabab bo'ladigan vaziyatlar yuzaga kelmaydi. Shunaqa talabalarimiz bor, juda ham qattiq hurmat qilamizda, lekin ba'zan bizning holatimizda ham shunaqa vaziyatlar uchrab turadi. Ba'zan ota-onasini hurmat qilmaydigan, uydagi vaziyati sal boshqacharoq, o'zini so'zini o'tkazishga harakat qiladigan talabalar ham uchrab turadi, masalan, faoliyatimiz mobaynida. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan maqol bor. Endi mana ilmiy jihatdan tortishuvlar ham bo'ladi-da, buni o'qituvchi to'g'ri qabul qilish kerakmi? Biz albatta o'qituvchi ham vaziyatni subyektiv jihatdan ko'rish kerak emas, o'zini bitta fikrga qattiq yopishib olish kerak emas, obyektiv tomondan qarash kerak, hamma narsaga xolisona fikr bildirish kerak. Shunday holatlar bo'ladi, qaysidir holatda balki siz ham xato qilgan bo'lishingiz mumkin. Hammaga bu insonga xos xususiyat boyiga xato qilish. Kerak vaqtda odam o'zini aybini tan ham olish kerak. Menimcha ko'p bahs munozaralarga sabab bo'ladigan narsa o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan bir qancha kriteriyalar ham bor. Masalan, o'qituvchi xolis bo'lish kerak, ya'ni hammaga birday munosabatda bo'lsa, menimcha talabalar o'rtasida bunaqa ziddiyat kelib chiqmaydi. Ya'ni hammani bilimini birday baholasa, ortiqcha bunaqa muammoli vaziyatlar kelib chiqmaydi. Odatda oliy ta'limda mana shunday qanaqadir bir ta'sir qiluvchi faktorlar bo'lmasa, Domla menga bergan savolni sizga ham berib ko'ray. O'sha bizga bergan holatni tasvirlab bering dedilar. Qanday javob berasiz? Farzandim, demak, maktabda o'qituvchisi bilan muammo yuzaga keldi va men uyga yig'lab keldi. Albatta men birinchi o'rinda farzandim o'zi bilan gaplashib olaman va balki ayb o'zingdan o'tgandir, bekordan bekorga ustozing senga mana shunaqa jazo qo'llamagandir. Buni to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Men o'zim o'qituvchilar oilasidan tug'ilganman. Ota-onam o'qituvchi bo'lishgan va onam har doim aytardi, sizlar bizni yuzimizsizlar. Men boshqalarni farzandlariga tarbiya berayotganimda, ana o'zingni qizing mana bunaqa-ku degan gapni eshitmay, men sizlar orqalaringdan har doim nomlaringga o'sha oilamizga mos bo'linglar deb. Tashakkur javob uchun. Fozilbek, bu yerda hozir jam bo'lgan ko'pchilik yoshlarimiz birinchi bosqichda tahsil oladi. To'g'rimi yoshlar? Ayniqsa birinchi bosqichda o'sha universitetga, oliy ta'lim dargohiga kirishib olish, o'qituvchilarga moslashda juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ladi-da, tortishuvlar bo'ladi. Hamma o'qituvchini ham bir varakaga o'sha fe'l-atvorni tushunib bo'lmaydi. Sizda qanday kelishmovchiliklar bo'lgan? Birinchi kelishmovchiliklarni kim eslaydi? Yoki hamma aqlli talabami? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men Jizzax Mirzo Ulug'bek davlat universitetida ikkinchi bosqich talabasiman. Avvalambor men to'g'ri o'qish kelganimda o'ziga yarasha vaziyatlar, uydagilardan uzoq sog'inish. To'g'risini aytsam, men uydagilardan uncha uzoqda yurmaganman, uncha anavi bo'lmagan, o'zimga qandaydir og'ir botgan. Keyin sekin-sekin ko'chaga chiqib turish kerak, bari o'g'il bola sharoitni bildim. Lekin bitta narsaga amin bo'ldimki, bizga boshida shunday deyiladi, maktabdagi ustozlarimiz, masalan, o'qishga kirding bo'ldi, o'qishga kirding, endi ag'ini o'zing tortib keta olasan deydi. Lekin o'qishga kirganingdan keyin ikkinchi hayoting boshlanar ekanda,
ja topish oson emas ekanmi? yo'q, eplasa bo'ladi, eplasa bo'ladi. Men o'zim masalan 1-2 oy o'zimga yoqmadi, o'qishdan ketaman, yo'q. Lekin o'zim xohlagan o'qishga kirdim. O'zim xohlagan o'qishga Yo'q, kirdim. mana hattoki ketish xayoli ham bo'lgan ekanda, o'qituvchilar bilan qandaydir qiyinchiliklar bo'lganmi? Yo'q. Men uchun masalan o'qituvchilar uchun qiyinchilik bo'lmaydi. Masalan, o'ziz o'qituvchilarni olganda o'qituvchi o'rgataman deydi-da. O'qituvchi o'rgataman deydi. O'quvchi masalan o'rganamasa o'rganadi. O'ziga yoqmay masalan boshqa gap gapirib qo'yib yoki neto gap gapirib qo'yib o'qituvchi bilan protiv bo'lib qoladi-da. Yoqmay qoladi. Sizda ham bo'lganmi shunaqa holat, maktabda yoki universitetda? Universitetda bo'lmagan, maktabda bo'lgan. Vaziyat qanday baholangan o'sha jarayonda? Aslida aybni o'quvchi bo'lib siz o'zingiz tan olganmisiz yoki o'qituvchiga nisbatan qandaydir bir bo'ldi, o'qituvchim menga yomon o'sha muomalada bo'ldi deb hali ham o'sha keksaqlab yuribsizmi? To'g'risini aytsam, o'zida o'qituvchimni qoldirganman. Aybni. Demak, kek saqlab yuribdilar hali ham. Hozir imkoniyat ham bo'ladi kechirim so'rash uchun. Imkoniyat to'g'ri. Demak, aybdor his qilsa imkoniyat bo'ladi, aybdor emaslar shu vaziyatda. O'zlari mana shunday hisoblaydilar. Har doim ham nega o'quvchi aybdor bo'lib chiqish kerak? Aslida tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Nohaqlik qilgan bo'lishi mumkin, qandaydir dilini og'ritgan bo'lishi mumkin. Hamma ham xato qilguvchi, to'g'rimi? Demak, o'qituvchingiz sizni xato ayblagan. Shunaqa. Rahmat. Men fikrim shunaqa. Bu tomonda qizlarimizdan eshitamiz. Marhamat. Siz nechanchi bosqichda tahsil olasiz? Jarayon qanday ketyapti o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarida? Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili bo'yicha 1-kurs talabasiman. Birinchi o'rinda ustoz va shogird deganda men o'zim ona va farzand o'rtasidagi munosabatni tushunaman. Yuqorida aytganimizdek, yoshlikdan, oiladan boshlanadi deyiladi. Har qanday vaziyatda birinchi bo'lib o'zimizdan topishimiz kerak-da. Misol uchun o'qituvchi bilan ham biron bir munozara bo'ldi, bahs bo'ldi. O'qituvchi to'g'ri, ayrim vaqtlarda noto'g'ri fikr bildirishi mumkin, lekin ko'p vaziyatlarda baribir bizni o'ylab, o'zimizni aybimizni o'zimizga to'g'rilatishga harakat qilishadi. Bu plus tomonida. Hech qachon o'qituvchi yomon bo'lsin demaydi. Kelinglar xolis bo'lamiz. Mana biz ham talaba bo'lganmiz. Masalan, men ham yaqindagina oliy ta'lim muassasasini bir necha yil oldin tamomlaganman desam, menga nohaqlik qilgan o'qituvchilarim bo'lgan deb hisoblayman. Men hozir tan olib aytaman, ayniqsa baho qo'yishda, masalan, o'zini fe'l-atvorini ustun qo'yib, talaba ortiqcha gap gapirdi yo tortishdi deb bahoni pasaytirish holatlari bo'lgan. Men hali ham xafaman o'sha o'qituvchimdan. Men tan olib aytaman, o'qituvchi degani xolis bo'lishi kerak. Talaba o'z fikrini aytishga huquqi bor mustaqil shaxs. Ayrim o'qituvchilar unday hisoblamaydi. Qo'shilasizmi, yo'qmi? Qo'shilaman, lekin bo'lgan voqeani aytyapman. Agar shunaqa vaziyat bo'lganda aytgan bo'lardim. Tushunarli. Shu hozir bizga faqat shu juda ham andishali, odobli o'quvchilarimiz kelib qolibdi shekilli. O'zi hozir men talaba tomonga o'tib olsammi deyapman. Chunki mana deylik, birinchi marta bironta guruhga darsga kirgan bo'lsangiz, ichida baribir 2-3 tasi chiqadi, sizni sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Ya'ni bilimingizni sinab ko'rmoqchi bo'ladi, o'zingizni o'sha fikringizga, asablaringizni sinab ko'rmoqchi bo'lishadi. O'sha paytlari men e'tibor beraman, o'zimizni hamkasblar ichida ham, deylik, o'qituvchilar ichida ham o'sha savoliga to'g'ri javob bermasdan yoki savolni shunchaki ochiq qoldirib ketadigan, keyin masalan o'sha savolga qayta javob bermagandan keyin o'quvchi uni hurmat qilmaydi baribir. Xo'p, bilmagan taqdirda ham dunyoda nima ko'p, savol ko'p, bilim ko'p, chegarasi yo'q bilimning. Lekin keyingi darsga tayyorgarlik ko'rib kelaman. Haqiqatan shuni men bilmas edim deb agar o'qituvchi tan olsa, shu paytda o'quvchi uni past darajada ko'rmaydi. Hamma ham inson. Shuni tushuntirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni rostdan men shu savolingni bilmas edim, men ko'rmagan ekanman yoki e'tibor bermagan ekanman, keyingi darsga javob beraman deb va albatta keyingi darsda shu savoliga javob bersa, o'qituvchining obro'si, o'qituvchining hurmati yana ham oshsa kerak deb o'ylayman. Ochiq qoldirib ketmaslik kerak-da birorta talabaning savolini. Balkim u sinab ko'rmoqchidir sizni, balkim rostdan qiziqayotgan savollar ham bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda ham o'qituvchining ba'zi holatlarda obro'si tushishi ehtimoli. Va ayrim holatlarda darsga tayyor holatda kelmasligi ham mumkin. Xuddi shunday. Men ochig'i
hayotiy misollar bilan gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'p ko'rganman. Mana shunday darsga tayyor holatda kelmasdan o'zining hayotiy hikoyalari bilan bo'lishib o'tiradigan o'qituvchilar ham talaygina, ishonavering. Sizning hayotingizda ham bo'lgan. Andishaning otini qo'rqoq qo'ying. Keling, hozir jiddiylashib ketamiz hozir. Qarang, bir 30-40 yillar oldin umuman kasblar tanlovi jarayonida o'qituvchilik umumiy orzu kasb bo'lgan. Sharafli, o'sha yuqori darajada bo'lganda, o'qituvchi bo'lsam, o'quvchilarga tahsil bersam, shogirdlarim ko'p bo'lsa, bugun ularning qatorini endi zamon taqozosi deymizmi, biznes egallayapti, boshqa sohalar egallayapti-da. Ayni zamon taqozosi bilanmi yoki boshqa faktorlarmi o'qituvchilik kasbi moddiy yoki ma'naviy zamonaviy tilda aytganda avtoritetdan tushyapti. Yoki men adashayotgan bo'lsam, marhamat. To'g'ri, shunday. Ayniqsa bu narsa maktab o'qituvchilar o'rtasida juda ham. Chunki men asosiy sababini moddiy taraf deb bilaman. Chunki maktabda ishlayotgan o'qituvchi bir stavka ishlasa, mutaxassis 3 million oylik oladi. Mutaxassis. Oliy ma'lumotli 3 million 700 atrofida oylik oladi. Chunki men maktabda ayolim ishlaydi, taxminiy bilaman 3 million 700 ming so'm. Endi hozirgi kunda deylik, bir oyda erkak kishi maktabda ishlab 3 million 700 ming oylik olib, qanaqa obro' orttirish mumkin? Nimalarga erishish mumkin? Avtomobil ola oladimi yoki uy ola oladimi yoki ko'cha-kuyda xohlagan kiyimini, xohlagan nimasini yeb, o'sha o'zini hozir bizda jamiyatimizda shunaqa narsa borki, kimning mol dunyosi, moddiy tarafdan o'zini yaxshi chiroyli mashinasi-yu, to'y hashami zo'r bo'lsa, shu ko'proq obro'liroqdek tuyulyapti menimcha. Bilimliroqni o'rniga bu tomonga o'tib ketyapti. Shundaymi deb o'ylab qoldim-da. Ijtimoiy tarmoqni ko'ramiz, televideniyani ko'ryapmiz, ko'cha-kuyda do'st birodar ichida yuramiz. Men shunga e'tibor berib qoldim hozir. Demak, hozirgi kunda puli ko'proqda, obro'si balandroq shekilli. Uni yaxshi kasbda egaligi yoki haqiqatda fidoyi kasbda egasi ekanligi menimcha ko'proq e'tiborga olinmasa kerak deb o'ylayman. Hozir shu joyda mana o'quvchilarimiz, talabalarimizga bitta savol bilan yuzlanaylik. Mana mikrofon sizda ekan. Qarang. Savolda sizga o'qituvchingiz, maktabda ham o'qituvchingiz yoki universitetda ham o'qituvchingiz. Baribir bilasiz, uni yaqindan taniy boshlaysiz. Xo'sh, ustozning aytgan gaplari qay darajada to'g'ri? Mashinasi bor, o'ziga qarab yuradigan o'qituvchi bilan bilimli, lekin oddiyroq hayot kechiradigan o'qituvchini bar ajratadimi? Tengdoshlaringiz nima bo'ladi shu jarayon? Avvalambor assalomu alaykum. Men shu O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida 2-bosqich talabasiman. Aynan shu ustozning gaplariga tasdiq bildirmoqchiman. Ya'ni ustoz aytdilarki, o'sha mashinasi bor, boyligi bor, uyi bor, odamda obro'si kattaroq deganini aytdilar. To'g'risi o'zimiz qishloqda katta bo'lganmiz. Masalan, bizga dars bergan o'qituvchilar orasida boy yoki kambag'al yoki anosi yo'q, uy-joyi yo'q odamlarni ko'rmaganmiz. To'g'risi men ajrata bilmayman-da. Masalan, hammasi o'ziga to'q demak. Yo'q. E'tibor bermagan. Yaxshi holatda yashaydi-da. Hech kim kambag'al biror narsaga zoriqib qolgan joyi yo'q. Yoki oshib ketgan puli ham yo'q-da. Masalan, biz o'zimizga bilim bergan ustozlarga ya'ni o'sha biz doimiy bitta ustoz bilan shug'ullanganmiz, shu abituriyentligimizda, o'qishga kirganimizgacha. Ular aytardilar-da, o'qishga kirsang, o'qish senga tramplin vazifasini bajarsin derdilar. Nima uchun deb savol berganimizda, ko'p talabalar o'qishga kirgandan keyin rostmana o'qish tashlaydi. Ya'ni o'sha o'zi bilganda yurishni boshlaydi deb aytardilar. Rasman o'qishni tashlagandan keyin endi ustoz va shogird munosabatlari qanday bo'ladi? Bilim olishga ehtiyoj kamaydi. Shunday holatda endi ustozning gaplari ham quloqqa uncha yoqimli tuyulavermaydi, to'g'rimi? Shunday. Demak, o'z-o'zidan munosabat buzilyapti. Yo'q, bola masalan biz 18 ga kirib o'qishga kirganimizdan keyin masalan uydan uzoqda bo'lamiz, ota-onamiz nazoratidan uzoqroqda bo'lamiz-da. Mana shunday haqiqatlarni ayting-da. Shunday uydagilar nazorat qila olmaydi. O'zini o'zi nazorat qilish imkoni pasayib ketadi. Yo'q, ba'zi birlarda normal holatda bo'ladi, ba'zi birlarda pasayadi. Siz o'zingizdachi? O'zimda normal holatda. Rahmat. Marhamat siz. Avvalambor assalomu alaykum. Men O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida 2-bosqich talabasiman. Men ustozning fikrlariga qo'shilaman. Lekin shuni bilish kerakki, talaba hech qachon ustoz boy ekan yoki kambag'al ekan deb bilim olishni to'xtatmaydi yoki-da u bilan munosabatni to'xtatib qo'ymaydi. Har doim biz qancha yoshligimizdan bilim olib kelyapmizmi,
biron marta domlalarni puliga yoki boshqa moddiy boyliklariga qarab ajratmaganmiz. Endi ustoz boshqa ma'noda aytdilar-da. O'qituvchi munosabatda aytmayapman, umuman jamiyatda yurish turishida aytyapman. Chunki kasbga qiziqish. Deylik, erkak kishi, mana ayol kishini aytmayapman. Ayol kishi chunki erkak kishi ro'zg'or tebratadi, ayol kishi o'zi bilan farzandlarga kerakli ehtiyojlarni qondirib tursa yetarli. Turmush o'rtog'ingiz maktab o'qituvchisi bo'lishini xohlaysizmi? Keling savol. Yo'q. Juda ham. Yo'q. Nimaga? To'xtang, shu joyini uzoqlab ketaylik. Mana bitta masalan hozir o'zingizni savolingizga, o'z javobingizga yana bitta savol. Nima uchun? Shunchaki moddiy imkoniyatlar kamligi sababli. Moddiy imkoniyat kam. Misol uchun, mana shu javob. Ustoz shu ma'noda aytdilar. Endi bog'liqda maktab o'qituvchisi bo'lgani bilan qayerdadir o'zining biznesi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bitta maktab o'qituvchisi bo'lib turib, oilani oddiy boqa oladi, to'g'ri, norm boqadi. Lekin o'zi xohlagan maqsadlariga erisha olmaydi-da. Mana shu. Uy, joy, mashina shunaqasi ololmaydi. Chunki hozir masalan o'qituvchilar maktabdan tashqari albatta ish qilish kerak. Nima ish qilish mumkin? Taksichilik qilish mumkin. Eng o'sha oson ish nima qilish? Hatto biz yonimizda atrofimizda o'qituvchilarimiz bor. Mol bozorga borib, olib sotarlik qiladi. Uni o'sha joyda yurganligi albatta o'quvchilar, atrofdagilar, jamiyatda odamlar ko'radi. Undan tashqari yana qo'shnimiz bor deylik, u quruvchilik qiladi. O'sha odamlar uyini qurib beradi, boshqa qiladi. Maktabga boradi, o'sha shoshib borib, kiyimini almashtirib yoki borib darsini o'tib keladi, shoshib kelib ishini davom ettirib ketaveradi. Shu o'rinda bitta savolda mana shu joyga, umumiy davraga. O'qituvchi asli o'zini kasbi nuqtai nazaridan, o'zini fani nuqtai nazaridan qo'shimcha ishni o'sha o'quv markazini yo'nalishda davom ettirish imkoniyati bo'ladimi, bo'lmaydi? Bor, lekin hamma o'qituvchilar bunday qila olmaydi, chunki salohiyat yetmaydimi? Nima muammo bo'ladi? To'g'ri, salohiyatdan yetmaydi. Xo'p, ba'zilarning salohiyati yetmasligi mumkin. Ba'zilar deylik, hamma o'qituvchilarning hozir to'laqonli siz o'quvchi bilan to'lgan deb o'ylaysizmi? Hozirgi kunda ham qancha o'quv markazlari bor, talaba yetishmayapti. Yo'q, o'quv markazi jihatdan aytmoqchi emasman. Masalan, o'zim ham mana Sharof Rashidov tumanida ko'rdim, G'allaorol tumanida ko'rdim. Uyida 2-3 nafar talabani, o'sha bo'lajak talabalarni yoki o'zini o'quvchilarini til bo'yicha o'qitadi yoki matematika bo'yicha bilimlarini oshiradi-da, o'rtacha qancha miqdorda o'qityapsiz desam, bo'ladi. Bitta o'sha o'quvchidan endi mayli 150 ming, 200 ming so'mgacha o'rtacha. Xo'p, 200 mingdan olgan taqdirda mana 5 ta o'quvchini o'qitsa 1 million pul oladi. O'sha avval olayotgan 3 millioniga 1 million qo'shiladi, 4 million. 4 million normalmi hozirgi kunda oylik? Endi bu misol sifatida aytayapman-da sizga, marhamat siz. Ustozimiz yuqorida to'g'ri fikr bildirib o'tdilar-da, faqatgina ustozimiz fikrini tushunish ozgina xato ketib qoldi. Ustozim aytmoqchiki, talaba boyagi fikr aytmoqchiman. Talaba yoki jamiyat tomonidan o'qituvchining hurmati uning mashinasi boyligiga qarab emas. Faqatgina ustoz aytmoqchi bo'ldiki, erkak kishi oila boshlig'i, boquvchi sifatida boyaga kamroq summa yetmay qolishi mumkin. O'rtacha umr kechirish uchun boya ustoz aytdilar, taksichilik qilish mumkin. Baribir bu holat o'z-o'zidan obro' e'tiborga ta'sir qiladi deyaptilar-da endi. Ta'sir qilish mana bizning asosiy mavzuyimiz ustoz va shogird, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari haqida ekan. Bu o'z-o'zidan bevosita ustoz va shogird munosabatlariga ham ta'sir qiladi demoqchilar. Albatta. Xohlaymizmi, yo'qmi shunday? Tag zamirida shunday fikrlar bor. Siz fikringizni davom ettirib oling, keyin men o'zim Shunda ustozim aytdilarki, ba'zi o'qituvchilar bo'sh vaqtda taksichilik bilan yoki quruvchilik yoki sotuvchilik bilan shug'ullanishi mumkin. Albatta bu to'siq, ya'ni man qilinish kerak bo'lgan narsa emas, chunki halol mehnat, buni hech kim to'sib qo'ya olmaydi. Lekin ustozim aytadilarki, o'sha oyligiga o'sha summa qo'shilgandan keyin yetadimi? Yetmasligi mumkin, lekin ozgina kengroq fikrlaydigan bo'lsak, hayot faqat puldan iborat emas-da. Siz oliy ma'lumotli bo'lganingiz uchun siz shunaqa fikrni bildiryapsiz. Bu atrofdagilarning o'qituvchiga nisbatan yana obro'si ozgina tushgandek degan fikrni bildirishdi. Men shuni fikrda davom ettirdim. Chunki siz tasavvur qiling, shunaqa deylik, o'z kasbidan tashqari qo'shimcha ishlar bilan qiynalib yurgan insonni ko'rsangiz, o'z farzandingizni o'qituvchi bo'lishini xohlaysizmi? Yoki o'qituvchiga nisbatan atrofdagilarning hurmati oshadi deb o'ylaysizmi? Hozir siz taksiga qanaqa hurmatdasiz, o'qituvchiga qanaqa hurmatdasiz? Taksist qilib yurgan insonga qanaqa hurmatdasiz, o'qituvchiga? Chunki hamma o'sha kasbning ham o'ziga yarasha hurmat e'tibori bor-da. O'qituvchilik kasbi aslida uncha-muncha kasblar bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada yuksak kasb bo'lish kerak.
yuksak bilasizmi? obro'ga ega bo'lish kerak. Janubiy Koreyada shunday vaziyat, maktab o'qituvchisi bo'lish qolgan hamma kasblardan ham juda ham qiyin ekan. Chunki maktab o'qituvchisi dars berish sertifikatini qo'lga kiritish uchun juda ham qiyin imtihonlardan o'tiladi va ana shu sertifikat qo'lga kiritilgandan so'ng uning ishiga hech kim, farzandning ota-onasi ham aralashishiga, maktab ma'muriyatining ham aralashishga haqqi yo'q ekan. Demak, o'z-o'zidan munozaralarimizdan kelib chiqyaptiki, dastlab jamiyatda moddiy va ma'naviy o'rnini yuksaltirmas ekanmiz, ustoz va shogird yoki bo'lmasam jamiyatda o'qituvchining obro'yi degan masalalar ochiqligicha qolaveradi. Endi ustoz yana bir fikrlarini hozir tushunishim bo'yicha, siz aytishingiz bo'yicha o'qituvchini yana o'sha avtoritet sohada bo'lishi uchun o'quvchi faqat o'qituvchi sifatida ko'rish kerak, uni boshqa sohada ko'rmasligi kerak. Xuddi shunday. Endi keling, bahs munozaramizni yoshlar bilan ham davom ettiramiz. Bo'lajak o'qituvchisizlar. Mana ko'p fikrlar o'qituvchilarning o'zlaridan chiqdi. Siz qanday endi baholayapsiz? Qanday maqsadlar qo'yapsiz o'z oldingizga o'qituvchi sifatida? Siz yosh o'qituvchisiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men shu mikrofon to'g'ri ushlab olasiz. Mirzolobek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida 2-bosh talabasiman. Endi aytaylik, men kelajakda ustoz bo'lmoqchisiz dedingiz, to'g'rimi? Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men ustoz bo'lmoqchi emasman. To'g'risi, o'zimning yo'nalishimga ketmoqchiman. O'zimning yo'nalishim dasturlash bo'ladigan bo'lsa, shu yo'nalishda ketmoqchiman. Lekin IT mutaxassis bo'lmoqchisiz. Shunday bo'lmoqchiman. Agar aytaylik, xo'p, ustoz bo'ldim ham deylik. Siz IT yo'nalishida shogird barib chiqarasiz. Ustoz maqomini olasiz. Marhamat, davom etamiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda kimgadir o'rgatishi mumkin yoki kimgadir o'rgatib uning nazarida men ustoz bo'lishim mumkin. Lekin ustozlik degani bu unga yaqinroq narsa emas-da, undan ham yuksakroq narsa. Demak, siz ulug' rutba deb qaraysiz ustozlikni. Demak, o'zingizni ustoz deb hisoblamaysiz ana shu vaziyatda ham. Shunday. Yaxshi fikr bo'ldi. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor men O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali kompyuter ilmlari va dasturlashtirish kafedrasi assistenti hamda o'sha filialda stajyor tadqiqotchi olib boraman. Mana endi o'sha malaka oshiryapsiz ekanda, hamkasblaringiz qo'rqitib yuborishmadimi? Yo'q, stajyor tadqiqotchilik bu ishlash davomida ham tadqiqotchi ilmiy darajasi va PhD unvonini olish uchun o'qish, xuddi doktoranturaning bir bo'lagi hisoblanadi. Yuqorida juda ko'p bahs munozaralar bo'lib o'tyapti. Nima uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida bahs ketadi? Birinchi savolni qo'yadigan bo'lsak, ikkalasi birinchi navbatda auditoriyaga kiradi. Auditoriyani talaba yetarli darajada o'ziga qoniqmaganidan, o'qituvchini bilimidan yoki bo'lmasa xonani qanaqaligidan yoki turli xil muammolar. Nima uchun, misol uchun o'quvchilarga aytaman, abituriyent vaqtida har bir darsga qolib ketmasligi uchun 2 kun, 3 kunlab uxlamasdan darslar qilib uni tayyorlangan. Lekin universitetga kirgandan keyin o'sha bir para 80 minut bo'ladigan darsga talaba tayyorgarlik ko'rmasdan kelish ehtimollar kuzatiladi. Bu hamma ham emas, ayrim talabalar o'rtasida. Tayyorgarlik ko'rmasdan kelgandan keyin o'qituvchidan turli xil yo'llar orqali baho olishga harakat qilgandan keyin o'z navbatida bahs munozaralar kuzatiladi. Men o'ylayman, o'sha abituriyent talabalar birinchi o'rinda oldiga maqsad qo'ydimi, o'sha maqsadga erishish uchun o'sha oliy ta'limga imtihonga davlat test markazidan imtihonga o'tadi. Hozirgi abituriyentlar 5 ta yo'nalish tanlaydi. Ayrimlari o'sha 5 ta yo'nalishda o'zi xohlamagan yo'nalishga kirib qoladi va keyin uydagilarini ehtiyojlarini qondirish uchun o'sha yo'nalishda o'qishga majbur bo'ladi. Va o'sha yo'nalishga qiziqmagandan keyin o'qituvchilarga nisbatan, o'sha muhitga nisbatan o'zida savollar, kamchiliklar yuzaga keladi deb o'ylayman. Bir fikrni doim aytaman. Biz o'sha nima deydi, Everest cho'qqisiga chiqayotgan paytimizda qaraladi vaqtga va o'zimiz davom ettiramiz. Ya'ni qanday fikrlar bilan davom ettiramiz? Bu mavzu bugun yakunlanmaydi. Ertaga yakunlanmaydi. Bu mavzu doimiy davom etaveradiki, qachonki bizning jamiyatda o'qituvchiga nisbatan hurmat yana avvalgi mavqega qaytsa.
Bu mavqega qaytarish uchun bizga chetdan yordam kerak emas yoki kimdir alohida kasb nuqtai nazaridan buni qo'llab-quvvatlash kerak emas. Ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi hamkorligi o'zaro bir bog'lam sifatida shakllansa, hamda jamiyat va siyosat deylik, bugun obro' e'tiborni oshirish uchun bot-bot takrorlanayotgan siyosiy jarayonlar ketyapti. O'qituvchining obro'yini, o'qituvchining maoshini oshirish borasida va bu jarayonlar faqatgina so'zda emas, amalda bardavom bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Qadrli yoshlar, qadrli ishtirokchilar, ishtirok uchun tashakkur deymiz. Biz yoshlar, so'z yoshlarga tok-shouda yoshlarga so'z berishda, dolzarb mavzularni olib chiqishda davom etamiz. Hozircha esa bahs munozaralarimizga mana shu yerda nuqta qo'yamiz. Albatta bugun studiyamizda ishtirok etgan, fikr mulohazalar bilan faol bo'lgan barcha ustozlarimizga, talabalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Dasturlarimiz davom etadi. Rahmat e'tibor uchun.